Assalomu alaykum, Shavot Avto kanali obunachilar. Bugun sizlarga navbatdagi reklamamiz do'stlar, non topar. Xo'jalik bop, traktor ko'rsatamiz. Eldin aytib o'tamiz. Kraskilari rodnoy, bunda molasi bor ekan. 6 oyni ramunga yasalgan deydi uni. Tushunganlar o'zi biladi. Dum og'ir ekan lekin. Bolalar ham zo'r, akkumulyatorlari bor. Kilitni bir ro'siz yonib turibdi traktor. Orvasi bor, pritsepi, keyin bu yerda chizilan ba'zi ko'rsataman, chizilan. Traktorning holati zo'r ekan, lekin motor bir marta ochilgan ekan. Boshqa remont bo'lmagan, toza remont bo'lgan o'zi. Salonlari zo'r, maytafon, kolonka hamma narsasi bor. Pioner maytafonlar, Pioner kolonkalar turibdi. Balon holatlari zo'r. Balonlari zakonniy. Dagi nomer ham bor, 181. Dokumentalniy. Tekst motordan ham o'tgan dedi. Orvasini ham holati zo'r, balonlari chotki ekan. Orvan ham nomeri bor. 272 kurtoy nomerlarda. Yine arvanın içleri ham toza, döşelib, ya'ni chiriq qolgan emas. Chotki holatda turibdi. Bahasini do'stlar qaranglar. Traktorning o'zi, arvasini, pulukini, chizilani, molasini 55 million so'mda turibdi. Kelishib beraman dedi. 10 dona chizilib turibdi, qaranglar. 55 million so'm narx aytibdi. Ekranning pastida prямо yegani traktor do'stlar. Telefonlashasizlardan bemalol kelishib osonroq bo'ladi. To'g'ri, oldingizga o'tirib haydab ketaverasizlar ekan. Dokumentalniy ekan buni. Nomerlar ham kurtoy nomerda. Devini solib haydab ketaverasizlar. Kraskilari rodnoy. Chotki holatda turibdi. Xullas, ekranning pastida nomer qoldiraman, telefonlashib, egadan kelishib olaverasizlar. Birdan-birdan like ni bosib, traktor izlab obunachilarga tashlab qo'yamiz do'stlar videoni.